Ona bu so'zning zamirida bir olam ma'no yotadi. Biz doim onalarimiz qoshiga oshqamiz, ularga ehtirom ko'rsatishga harakat qilamiz. O'zbekiston tumanida onalarga ehtirom festivali doirasida 3-sektor hududida tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda Sochtepa mahallasida istiqomat qiluvchi Kayvoniy onaxonlar, O'zbekiston tuman hokimligi vakillari, jamoat tashkilotining faollari ishtirok etdilar. Viloyat hokimi Xayrullo Bozorovning joriy yilning 8-martida xotin-qizlarga yo'llagan tabriklarida joriy may oyida ayollarga, onalarga ehtirom sifatida festivallar tashkil qilish haqidagi tashabbus ilgari surilgan edi. Ana shu tashabbus bugun keng quloch yoydi va hududdagi 75 ta mahalla fuqarolar yig'ini tashkilot muassasalarida onalarga ehtirom festivali ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Festival doirasida 26 ta nominatsiya bo'yicha onalar ishtirok etdilar. Ular o'zlarining oilalari, farzandlari, hayot va turmush tarzida orttirgan tajribalari haqida festival ishtirokchilariga so'zlab berdilar. Festivalda O'zbekiston tumani hokimi o'rinbosari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Mahmudaxon Kamolova ishtirok etib, barchani onalarga ehtirom festivali bilan muborakbod etdi. Festival ishtirokchilaridan 26 nafari turli nominatsiyalar, jumladan eng yaxshi hunarmand sulolasi onasi, eng yaxshi rassomlar sulolasi onasi, yurt iftixorlari onasi, eng yaxshi olimlar sulolasi onasi, eng yaxshi san'atkorlar sulolasi onasi singari nominatsiyalar bo'yicha g'oliblar aniqlandi. Tadbirda ishtirok etganlarga faxriy yorliq, 1, 2, 3 darajali tuman hokimining diplomlari, esdalik sovg'alari topshirildi. Tadbir davomida yangragan onalarni ulug'lovchi kuy va qo'shiqlar, she'rlar barchaga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Ayniqsa, Mo'tabar onam rasmlar tanlovi bag'oyatda qiziqarli bo'ldi va tadbir ishtirokchilarida katta taassurot qoldirdi. Farg'ona viloyatimiz bo'ylab mana butun hududlarda onalarga ehtirom festivali tashkil qilingan. Shu jumladan mana bugun bizning Sochtepa mahalla fuqarolar yig'inida ham onalarga ehtirom festivali tashkil qilindi. O'sha O'zbegim to'yxonasida. Bu festivalga ayollarda 26 ta nominatsiya bo'yicha ayollarimizda shu ko'rik tanlov asosida ularni taqdirlash marosimlari bo'lyapti. Shu jumladan mana bugun ayollarimizga gullar marafoni, gullar aksiyasi qilindi, gullar tarqatildi. Ayollarimizga shu Mohir Ramazon munosabatida yaxshi kayfiyatlar ulashildi. Shu jumladan mana Sochtepa mahalla fuqarolar yig'inimizda temir daftarda turgan Rasulova Tilovatxon onamizni ham onamizga 3-sektor rahbari Baxtiyor aka Najmiddinovning tashabbuslari bilan uy qurib berish ishlari olib borildi. Mana shu hozirgi kunga kelib shu uy bitib, onamizga shu uyni topshirish ishlari olib borildi. Biz olib borilayotgan siyosatga, prezidentimizga, viloyat hokimimiz, tumanimiz hokimi, sektor rahbarlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu kuni onalarga ehtirom, onalarga bo'lgan hurmat so'zlarda, qo'shiqlarda, she'rlarda ifodasini aks ettirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Darhaqiqat biz bir umr bizni dunyoga keltirgan, ta'lim-tarbiya bergan onalarimizga bo'lgan ehtiromimiz davom etadi. Onalar bor ekan, ular har doim ehtiromga, hurmatga, e'tiborga loyiqdirlar.